Assalomu alaykum, Danbek kanalining obunachilari, ya'ni bizni kuzatib boryapsiz. Hammalardan xursandmiz. Xudo xolasa bugungi kelgan zavodimiz, bu bilmayman, birinchisi bo'ladimi, ikkinchisi bo'ladimi? Kanal yangi ochilgan, videoni birinchi, ikkinchiligini biz bilmaymiz. Lekin sizlarga manfaatli narsalarni qo'yib ketishga harakat qilamiz inshaalloh. Shunaqa bir zavodga kelganmiz hozir, ya'ni upakovka, ko'p narsalarni upakovka qiladi bu yerda. Shu qatorda dori-darmonlar, shunga o'xshagan qandolat mahsulotlarni ham upakovka qilib ketadigan shunaqa bir texnikamiz, ya'ni apparatimiz bor. Bu apparat soatiga 3000 ta qandolat mahsuloti bo'ladimi yoki dori-darmon bo'ladimi, hammasini soatiga 3000 ta, ya'ni pechat qilib chiqaradi. Juda ham zo'r narsa. Kichkina, ya'ni uyda biznes boshlayman, uyda zerikib ketdim deganlarga ham juda qulay. Uyiga bitta qo'yib oladi-da, taqillatib soatiga 3000 tadan chiqarib, ishini qilib, ya'ni oilasini boqsa bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak 1700 do'stlar. Agarda ko'proq olaman deganlarga ozgina pasaytirib, zavod bilan gaplashib, kelishib, tushuntirib, ya'ni sizlarga olib berishga harakat qilamiz. Keyingi narsamiz mana bu. Shuni kattaroq varianti. Bunda soatiga 120 mingta chiqadi do'stlar. Juda ham qulay narsa. Mana bu yerdan mahsulot solasiz, tepasidan, ya'ni o'zini dumaloq doirali joyi bor. Bu yerdan mahsulot solganingizdan keyin pastga tushib, o'sha bu yerdan pechat ishlari boshlanadi. Ya'ni pechat qilgandan keyin oxirgi keladigan joyi bu yerdan pachka-pachka qilib tushirishni boshlaydi. Ya'ni bu ham juda ham qulay ishlangan stanok ekan. Bitta uyga qo'yib olsangiz ham bo'ladi yoki qanaqadir ish boshlayman deganlarga ham zo'r mahsulot chiqaradigan apparat. Do'stlar, buni qandolat mahsulotlariga ham ishlatsa bo'ladi, bemalol. Deylik, Orbitda yalpizli mahsulotlari bor, tabletkaga o'xshagan, o'shanda ishlatsa bo'ladi. Liba tik-tak degan narsasi bor, o'shanga ishlatsak bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa ekan do'stlar. Bu press qiladigan apparatimizning narxi 11500 dollarni tashkil qiladi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, sizlar uchun chiroyli narxlarda qilib zavod bilan gaplashib olib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Salom do'stlar, bugungi tashrif buyurgan zavodimiz mana ko'rib turganingizdek shu kabi mahsulotlarni ishlab chiqarib, uni upakovkasi, ya'ni qadoqlash xizmati bilan o'shanaqa apparatlarni bizga yetkazib beradi. Bu yerda ko'rib turganimizdek turfa xil qadoqlash usullari bor. Misol uchun 4 ta tarafidan yoki 3 ta tarafidan yoki bittani bo'lib xullas har xil yoki uni ustidagi materiali ham har xil. Misol uchun mana ko'rayotganimizdek matosimon yoki plastik yoki bunaqa ko'rinishdagi qattiqroq ko'rinishdagi, undan tashqari suyuqliklarni ham yoki pasta ko'rinishdagi mahsulotlarni ham qadoqlash uchun barcha uskunalar mavjud. Undan tashqari ampula, suyuqlik ampula, dori-darmon uchun ishlatiladigan ampulalarni qadoqlaydigan apparatlari ham bor. Misol uchun ampulamiz mana shunday ko'rinishda aslida bo'sh holatda keladi. Bular taklif qilayotgan apparat, uni ichiga o'sha kerakli suyuqlikni, dori-darmonni solib, ustini olovlash, isitish jarayonida yopib bizga tayyor isitib, uni ichiga suvni solib, bizga mana shunday ampulalarni chiqarib beradi. Undan tashqari tabletkalarni ham turli xil qadoqlash usullari bor. Sizning talabingizdan kelib chiqib, turli xil qadoqlash shakllarini keltirib, o'zini upakovkalarini qilib berishadi. Undan tashqari bu yerda tayyor mahsulot, ya'ni xom tayyor mahsulot ishlab chiqarishingiz ham mumkin. Ya'ni tabletkalarni, kapsulalarni yoki biz bilamiz ribajir shu kabi dori-darmon vositalarini xom ashyosini olib kelasiz. Bu yerdagi apparatlar, upakovka qiladigan apparatlar ularni chiroyli qilib solib berishadi. Bu apparatimizda upakovka apparati. Bu yerda men materialni xohlagancha o'zgartirsak bo'ladi, xohlasak prozrachniy qilsak bo'ladi, xohlasak salafanli, xohlasak lattali, umuman farqi yo'q. Siz talabingizdan kelib chiqib o'zgaraveradi. Xo'p, bu yerdan o'sha kerakli mahsulotimizni solamiz. Bu yerda grammini o'zi mana bu yoqda nimasi bor? Platasi bor. Platasi necha grammlik kerakligini bizga upakovka qilishini yozib beramiz. O'shanga qarab chiqaraveradi. Razmerlarini mana upakovka razmerini oldindan tayyor qilingan rulon qo'yib qo'yiladi. Razmeri va og'irligini qo'yib beradi. Mana bitta kirgizasiz bo'ldi. Apparat sizga chiqarib beradi. Xo'p, bu apparat soatiga 18 kilo narsani upakovka qilib beradi. Ya'ni bu yerda 10 grammdan 30 grammgachaligi bor. 30 grammdan 50 grammgacha upakovkasi bor, 70 grammdan 100 grammgacha upakovkasi bor. Ya'ni bu minutiga 30 ta pochkadan to'g'ri keladi. Sizga 1 daqiqada 30 ta pochkani upakovka qilib chiqarib beradi.
narxiga keladigan bo'lsak, bu hozir yuanda aytilayotganda 22 ming yuan deyapti. Bu taxminan 3 ming dollarlar atrofida bo'ladi. Endi siz bu talablaringizdan kelib chiqib, katta kichkinaligidan kelib chiqib, uni mощностьdan kelib chiqib, narxi ko'tarilishi yoki tushishi mumkin. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga bog'lansanglar, siz o'zingizlar talabinglarni aytsanglar, o'shanga qarab ishlab chiqaruvchi zavodga aytamiz, uni bizga hisoblab eng maqbul yo'lini aytishadi va narxlarni chiroyli qilib gaplashib beramiz. Xo'p, keyingi apparatimizda bu choy paketlarini qadoqlaydigan apparat. Xo'p, bu yerda nima qiladi? Bu yerdan choyni solamiz, choy tayyor, quruq choy o'zimizda kilolab sotib oladigan quruq choy solamiz. Mana hozir bu yerdan nimasi olib qo'yilgan. Mana bu yerda sizga o'sha ishlab turgan videosini joylashtirib o'taman. Hozir bu to'xtab turibdi, lekin ishlab turgan videosi ham bor. Xo'p, mana bu yerdagi varankasini olib bu yerga qo'yamiz. Tayyor choyni solamiz bu yoqqa. Choy solganimizdan keyin mana bu yerda ustida mana eng ust qatlamini nimasi materiali ko'rib turibmiz. Mana bu ichida tayyor qog'ozchasi, ya'ni o'ziz logoyingiz tushirilgan. Bu yerda choy deb qo'yilgan. Uni logolarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Ustidagi materialni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Buni tushiradi. Keyin tepasida mana ipi bor bu yerda. Ipini ulab, bunga yopishtirib, choyni solib, uni ustidan upakovka qilib berishadi. Endi buni har xil yo'nalishi bor, har xil ko'rinishi bor, hozir sizlarga ko'rsataman. Endi buni oq bu yerda prozrachniy berilgan, uni o'rniga mana bunaqa o'zingizlarni logoylar tushirilgan har xil choylarni qilsanglar bo'ladi. Choy va shu kabi yoki shirinlik, misol uchun sizlarga biznes ideya, любой bitta choyni olinglar, uni yoniga ozgincha shirinlik qo'shinglar-da, mana shu apparatdan chiqaringlar, u shirin choy bo'ladi. Ya'ni ikkita narsa birlashtirilgani yangicha mahsulot qayta ishlash qilib chiqaringlar. Bu ham bitta biznes turi. Xo'p, bu apparatimiz buni apparatimizdan yana boshqacharog'i bor. Ya'ni unda qanaqaki, bu ustidagi upakovkasi siz bo'ladi. Alohida mashinasini o'zini qilib beradi. Uni narxi arzonroq. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni mощностьini birinchi aytib o'taman. 3 grammdan 5 grammgacha bo'ladi. Chunki choyimiz undan ko'p bo'lmaydi. Bitta paketchikda 3 gramm yoki 5 gramm bo'ladi maksimum. Minutiga 30 ta chiqaradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda yuanda aytganda 45 ming yuan deyishyapti. 45 ming yuanimiz taxminan 6,5 ming dollar atrofida bo'ladi. 6,5 ming, 7 ming yaqin bo'ladi. Endi buni o'sha boya aytib o'tganimdek, o'zingizning talablaringizga qarab kattaroq, kichikroq, bu yerda qolip bilan o'zgarishiga nimasiga qarab yana narxi balandroq yoki pastroq bo'ladi. Endi agar sizlarga keladigan bo'lsa, aniq o'zingizning talablaringiz bilan chiqadigan bo'lsangiz, biz zavod bilan gaplashib, buni ham narxlarini chiroyli kelishtirib, sizning talabingizga mos ravishda apparat yasab beramiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu apparat mana shundoq bo'ldi, qoldi emas. Sizning talabingizdan, sizning xohishingizdan kelib chiqib, buni funksiyalarini, tezligini, mощностьini yoki razmerlarini bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Chunki bu olib sotalar emas, birinchi qo'l zavod. Zavodga o'zingiz buyurtmangizni bersangiz, bemalol ular sizning talabingizdan kelib chiqib, apparatni har xil joylarini to'g'irlab, sizga mos qilib chiqarib berishadi. Hop, bu ko'rib turgan ikkita apparatinglar upakovka apparat. Bu ustalgan turdagi narsalarni, predmetlarni upakovka qilish mumkin. Misol uchun, qattiq turdagi predmetdan tortib, buni yumshoq gubkalarni upakovka qilib beradi. Bunda misol uchun Optimaga maska sotib olib, uni donalab ham sotsa bo'ladi, upakovka qilib sotsa bo'ladi. Undan tashqari yegulik mahsulotlar deylik, biznes ideya bargek bilamiz yoki turshey bor bilamiz, uni kilolab sotiladi. O'shani siz mana shunaqa apparat sotib olingda, uyingizda kichkina upakovkaga qilib sotib, xuddi uni meva o'rnida, ya'ni bizda ayollarimiz deyishadi, meva, quruq meva deyishadi. Ya'ni shokolad, qand, qurs, qandolat mahsulotlarini yoniga qo'shib soting. Bu ham bitta biznes. Ya'ni mana shunaqa apparatda buni apparatimiz ishlashi bu yog'ida odamlar o'tiradi. Ya'ni endi bu to'liq avtomatik emas, baribir bu narsani qo'yish kerak. Odamlar o'sha narsasini solib, mana shuga to'ldirib, taqlab beraveradi. Buni ham pastda o'zini ishlab chiqarish videosini qo'yamiz. Bu yerdan ketadi mahsulot. Bu yoqqa kelib, o'sha o'zingizning upakovkangizdagi materialni upakovka bo'lib, mana bu yoqdan chiqib keladi va bu yerda konveyerdan tayyor mahsulot pastga tushadi, siz olib chiqib ko'rasiz. Bu apparatimizni ikki xili bor, ya'ni kichkina predmetlarga moslashgani bor va katta predmetlarga moslashgani bor. Misol uchun katta predmet deganimizda, deylik termos, ya'ni uzunligi bir 20 sm, bo'yi ham bir 10 sm bor katta predmetlarimiz bo'ladi. Ularni agar donalab upakovka qiladigan bo'lsak, ularga kerak bo'ladigan apparatimiz kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ikki xil apparat bor. Kichkina apparatining narxi bizada 32 ming yuan bo'lyapti. Kattasini apparatimiz 48 ming 500 yuan bo'lyapti. Apparatlarimizni ishlab chiqarish kuch-quvvati
minutiga 100 ta predmetni qadoqlab beradi. Xoh u yumshoq bo'lsin, u xoh qattiq bo'lsin. Kattasi ham xuddi shunaqa, katta predmetlarni minutiga 100 tasini upakovka qilib beradi. Bu degani 1 soatda 600 ta tovarimiz, predmetimiz upakovka qilib tayyor holatga keldi. Buni ham yana mo'shnishlarini gaplashib, tezligini oshirib, razmerlarini kengaytirish ilojimiz bor. Aytib o'tganimizdek, bu apparatlarni o'zimiz talablarimizdan kelib chiqib xohlaganimizcha o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni agar kichikroq ob'yomda kerak bo'ladigan bo'lsa, kichikroqlari bor, kattaroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroqlari bor. Siz o'zingiz talablaringizni bizga aytishingiz mumkin. Biz ishlab chiqaruvchi muassasa bilan gaplashib, siz talablaringizni yetkazib, sizga to'g'ri keladigan, mos keladigan apparatni spesifikasini chiqaramiz, sizga beramiz. Siz tasdiqlaganingizdan keyin uni narxi chiqadi. Agar sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri Xitoydan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Videoni shu joygacha ko'rib kelganingiz uchun sizga rahmat. Javlon akaning ovoziga uncha ham sabr qila olmaydi. Bu yoqda bo'lsa masalan kapsula apparatlarni ko'rsataman. Bu yoqda kapsula bu koronavirus paytida hammamiz ko'rgan, dori ichadigan odamlar hammasi biladigan o'sha mana mashhur kapsula ishlab chiqarish apparati. Bu narsani kattasi soatiga 1200 tagacha kapsula upakovka qilib chiqarib beradi. Bunisi bo'lsa kichkinasi soatiga 400 tani upakovka qilib chiqarib beradi. Tepasida mana ko'rishlaringiz mumkin, dorilari hamma narsasi qo'yiladi va ichkarida o'ziga yarasha qadoqlari bor, mana bunaqa qoliplari bo'ladi. O'sha qoliplari orqali tepadan va pastdan bosim berib, issiqda qizdirib, yopishtirib, tayyorlab ichishga yaroqli qilib beradi. Bu apparatlarni narxiga keladigan bo'lsak, kattasi $20,000 atrofida, kichkinasi $15-16,000 atrofida. Xitoydagi o'zining narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, luboychasiga, logistikasi, boshqa hammasini hisoblab, qo'lingizgacha yetib boradigan, tuman, qishloq, viloyat, uyingiz oldigacha olib borib beradigan darajada hisoblab beramiz, xudo xolasa. Ushbu uskunamiz, akalar, mana bu narsani bilasizlar, mana yaqindan ko'rsatadi operatorimiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi yopiq, bunisi ochiq. Bu nimaga ishlatilishini bilamiz. Bundoq sindiradi, ichidan ana shpritsda ukolni tortib, ukol qiladi. Bu o'zi tayyor holatga kelishdan oldin mamnon holatda bo'ladi. Ya'ni tomi, peshonasi ochiq bo'ladi. O'shani mana shu uskuna upakovka qilib, yopib, moshni qilib beradi. Mana keladi, bittasi bu yoqqa qo'yiladi. Bu yoqdan kirib, mana bunisi ichiga navakainmi, aspirinmi, nima bo'lsa uradi va bu yoqda konveyer orqali sekin yurib kelib, bunisiga kelib, mana bu yoqda upakovka bo'ladi. Taxminiy ishlashi mana shunaqa. Bu uskunani bir kunda 24 soat to'xtatmasdan ishlatsangiz ham bo'ladi. Kim meditsina sohasida ishlatadigan bo'lsa, soatiga 6000 ta mana shunaqa ampulalarni yopib, upakovka qilib beradi. Ichiga dorilarni ham solib. Buni kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. Lekin o'sha meditsinada ishlaydigan akalar maslahat beraman, kattasini olib maksimum ishlatishga. Garantiyasi 1 yil ekan, katta emas, gabariti kichkina. Eng qiziq joyi akalar, buni garantiyasi 1 yil bo'lgandan keyin narxi ham qimmatdir deb o'ylashlaringiz mumkin. Unaqa emas. Narxi $9,000 atrofida. Kattasi ham, kichkinasi ham bir xil narxda. Bu faqat Danway uchun. Bizlar uchun shunaqa narxda qilib beradi. Ko'rishlaringiz mumkin, hamma joyi nikel, ya'ni nержавейкаdan qilingan. Xitoychasi Bushugan mana shunaqa materialdan qilingan. Hech qachon chirrimaydi, eskirmaydi, xudo xolasa. Mana shlankalari dorilardan nimadirlar bo'lib ketmasa, lekin hamma narsasi mana shu sifatli nержавейкаdan qilingan akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bog'lanishni bilasizlar. Do'stlar, bu zavodni ham ko'rdinglar. Hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Danwaydan uzoqlashmang. Ajoyib zavodlar va fabrikalar hali oldinda. Sizga manfaatli va keragi bo'ladigan videolar va mahsulotlar faqat mana shu kanalda chiqadi do'stlar. Podpisatsiya bosib qo'yinglar, ya'ni obuna tugmasini bosib, doimiy qo'llab borish uchun like tezib qo'yishni ham unutmanglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha paka-paka.